Xo'sh, boshdan kelishib olaylik, kelinjonlar. Menga sizlarning oyliginglar kerak emas. Ikkalangiz ham ishlar ekansizlar. Meni o'zimni pensiyam xudoga shukr yetib ortadi. Tim bo'li yaqinda oylik bilan pensiya osharmish. Lekin bilib jarimaga tushmasdan xizmatinglarni qilaverasizlar. Ha, kelin. Telefonda gaplashish avgustdan boshlab oshdi. 1.236.000 so'm. Ha? Hozircha 1.125.000 so'm. Jarimani to'lab qo'ying. Kelin. Qizildan o'tish 1.260.000. Hozir to'lab qo'ysangiz 1.10.000 to'laysiz. Tushdi. Oyjon, kelin qilganingizda rost oyligimizni olmayman deb maqtanuvdingiz. Hali o'zimiz hidlab ulgurmasdan jarimaga bosib tashladingiz-ku. Qonunga bo'ysunmaslik 1 yildan 3 yilgacha. Undan keyin qarama qarshi harakatlanib gap qaytarish 4.120.000 so'm. Bilasanmi sevgilim, men seni shu gullar kabi sevdim. Bu gullarimiz chang bo'ylab o'tibdi-ku. Sen meni qalbimga shu changlar kabi kirib kelding. Mana shu kishiga o'xshaysiz. Ular ko'k-ku, men qoraman. Siz ham qolishingsiz. Oyim. Voy, eshitvollaring. Men uyimda kayt, mas bu buyurishlik 10.300.000 shtrafi bor. Ko'zlaringga qaralaring. Ichmaganmiz, oyi. Ogohlantirib qo'yapman. Ruxsatsiz tonirovka pravalarni, voy, erlaringdan ajratadi. Jonga tegdingiz. Oyjon, oyligimiz atigi 10% yoshdi, 100% ga emas. Qachon ketasiz, biz ham dam olaydik. Buni iloji yo'q. Nega? Chunki men uyga radar o'rnatyapman-ku.